Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Tasavvur qiling, ertalabki soat 6 eshigingiz qattiq taqillatiladi. Ovoz baland, talabkor har bir taqillatish bilan butun uyingiz larzaga kelgandek tuyuladi. Oynadan mo'ralab qaraysiz. Tashqarida forma kiygan odamlar turibdi. Politsiya eshigingizga kelgan yoki undan ham yomoni, eshigingizga shunchaki taqillatib turish emas, balki bostirib kirishga urinishmoqda, eshikni sindirishga harakat qilishmoqda. Bunday vaziyatda nima qilish kerak? Qo'rquv, sarosima, umidsizlik o'rab olganda o'zingizni va yaqinlaringizni qanday qilib qonuniy yo'llar bilan himoya qilish mumkin? Bu videodagi ma'lumotlar har bir fuqaro, har bir oila uchun hayotiy ahamiyatga ega. Yoshdan, kasbidan qat'iy nazar, 18 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan har bir kishi uchun bu mavzu muhimdir. Hatto sizni bevosita tashvishga solmayotgandek tuyulsa ham, do'stlaringiz, qarindoshlaringiz yoki qo'shnilaringiz uchun bu bilimlar hayotni qutqarishi mumkin. Shuning uchun iltimos hoziroq kanalimizga obuna bo'ling. Videoga like bosing va xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. Toki bunday hayotiy muhim ma'lumotlarni hech qachon o'tkazib yubormang. Bugun biz aynan shu o'ta nozik va muhim mavzu haqida batafsil gaplashamiz. Politsiya eshigingizga bostirib kelganda qanday harakat qilish kerak? O'z huquqlaringizni qanday bilish va ularni qanday himoya qilish kerakligi haqida chuqur bilimlar berishga harakat qilaman. Muammoning mohiyati, avvallari qanday edi va hozir nimalar o'zgardi avvallari. Ya'ni bundan 10-15 yil muqaddam ko'plab fuqarolar militsiya yoki huquq tartibot idoralari vakillarining eshik taqillatishni odatiy hol deb hisoblashgan. Ko'pincha bu oddiy profilaktik suhbatlar, mahalladagi kichik nizolarni hal qilish, pasport nazorati yoki hatto oddiygina ma'lumot so'rash uchun bo'lardi. Odamlar ko'proq ishonch bilan, ba'zida hatto beparvolik bilan eshikni ochishardi. Chunki bu odatda hech qanday jiddiy oqibatlarga olib kelmasdi. Qonun doirasidagi harakatlar ko'proq qoidalarga amal qilinganligi bilan ajralib turardi va fuqarolarning uy daxlsizligi, shaxsiy makoni va boshqa huquqlari ko'proq hurmat qilinardi. Hech bo'lmaganda ommaviy axborot vositalarida shunday deyilardi va umumiy qoidalar shuni nazarda tutardi. Xodimlarning o'zlari ham odatda aholiga nisbatan xushmuomala bo'lishga harakat qilishardi va barcha protsessual normalarga rioya etishga majbur edilar. Shuningdek, axborot oqimi cheklangan bo'lganligi sababli odamlar o'z huquqlari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmasa ham vaziyatni jiddiyligini to'liq anglay olmasdilar. Bugungi kunda esa vaziyat sezilarli darajada o'zgargan. Ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanishi, qonunchilikdagi ba'zi o'zgarishlar va shaffoflikning ortishi bilan bir qatorda ba'zi hollarda huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan fuqarolarning huquqlariga e'tibor bermasdan harakat qilish holatlari ham kuzatilmoqda. Ayniqsa, terrorizmga qarshi kurash, ekstremizmga qarshi kurash, giyohvandlikka qarshi kurash kabi shiorlar ostida ba'zan fuqarolarning uy daxlsizligi buzilishi, ularning shaxsiy makoniga asossiz aralashish holatlari sodir bo'lishi mumkin. Bu degani, endi sizning uy daxlsizligingizga, shaxsiy makoningizga bo'lgan hurmat avvalgidek universal va so'zsiz bo'lmasligi ehtimoli bor. Ko'pchilik o'z huquqlarini bilmaganligi yoki ularni qanday himoya qilishni tushunmaganligi sababli bu vaziyatdan foydalanib, ularga nisbatan noto'g'ri va qonunga zid harakatlar amalga oshirilishi mumkin. Hozirda eshik taqillatilsa, bu oddiy suhbat emas, balki jiddiyroq masala bo'lishi mumkinligini tushunish o'ta muhimdir. Bu qidiruv, tintuv, guvoh sifatida chaqirish, surishtiruvga jalb qilish yoki hatto shaxsni hibsga olish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun bugungi kunda har bir fuqaro o'z huquqlarini puxta bilishi va kutilmagan vaziyatlarda o'zini qanday tutishni aniq tushunishi shart. Bu shaxsiy xavfsizlik va adolatli munosabatni ta'minlashning muhim shartidir. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar tashvishlanmasligi kerak avvalo. Har bir fuqaro bilish kerak bo'lgan asosiy prinsip bu O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 27-moddasi bilan kafolatlangan uy-joy daxlsizligidir. Unda shunday deyilgan: har kim uy-joy daxlsizligi huquqiga ega. Hech kim sudning qarorisiz yoxud qonunga asosan uy-joy daxlsizligi buzilishiga yo'l qo'yadigan boshqa holatlarsiz turar joyga kirishi, unda qolishi yoki uni tekshirishi mumkin emas. Bu degani, hech qanday huquq tartibot idorasi xodimi sudning tegishli ruxsatisiz yoki qonunda aniq ko'rsatilgan favqulodda holatlarsiz sizning uyingizga kirishga haqli emas. Kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar tashvishlanmasligi kerak? Aslida qonun oldida barcha teng. Qonunga rioya etadigan
jinoyat sodir etmagan, hech kimga ziyon yetkazmaydigan fuqarolar asossiz tashvishlanishlari shart emas. Chunki ularning uylariga kirish uchun hech qanday qonuniy asos bo'lmaydi. Ammo afsuski, hayotda har doim ham shunday bo'lavermaydi. Ba'zida adashib yoki xato tufayli, ba'zida esa qonuniy tartib-qoidalar buzilgan holda ham fuqarolar bosimga duch kelishlari mumkin. Demak, nimalarni bilishimiz kerak? 1. Sudning qidiruv buyrug'i yoki tintuv qarori. Bu sizning uyingizga kirish uchun eng keng tarqalgan va qonuniy asos hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 168 moddasi va 170 moddalariga muvofiq tintuv va o'lib qo'yish, viveshka, tergovchi yoki surishtiruvchi tomonidan faqat prokuror sanksiyasi bilan va sud qarori asosida amalga oshirilishi mumkin. Favqulodda hollarda prokuror sanksiyasini kutmasdan amalga oshirilishi mumkin bo'lgan holatlar ham bor. Lekin bu juda kam uchraydigan istisno hisoblanadi va keyinchalik prokurorga xabar berilishi shart. Misol sudning ruxsati bilan kelishgan holat. Tasavvur qiling, ertalabki soat 7:00 eshigingizni 2 marta qattiq taqillatishdi. Tashqarida forma kiygan 4 nafar xodim turibdi. Ulardan biri qo'lida bir qog'oz ushlab turibdi va eshikni oching. Bizda sudning tintuv o'tkazish haqidagi qarori bor deb baqiryapti. Siz ulardan avvalo o'zlarini tanishtirishlarini, xizmat guvohnomalarini ko'rsatishlarini so'rashingiz shart. So'ngra ular taqdim etgan hujjat, ya'ni sudning tintuv o'tkazish haqidagi qarorni eshik tirqishidan yoki oynadan diqqat bilan o'qib chiqishingiz kerak. Bu qarorda kimning uyida tintuv o'tkazilishi, sizning manzilingiz aniq ko'rsatilishi kerak. Qaysi jinoyat ishi doirasida, jinoyat ishi raqami qanday modda bo'yicha, masalan, J2 168 modda firibgarlik, tintuvning maqsadi, masalan, o'g'irlangan pullarni, hujjatlarni topish va tintuv o'tkazishga ruxsat bergan sudya yoki prokurorning familiyasi aniq ko'rsatilgan bo'lishi lozim. Qarorning muddati ham ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar barcha ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa va bu haqiqatan ham sud qarori bo'lsa, siz eshikni ochishingiz shart. Ammo hatto shunday holatda ham sizning huquqlaringiz bor. Tintuv guvohlarsiz o'tkazilmasligi kerak. Siz o'zingizning ishonchli shaxsingizni yoki advokatingizni chaqirishni talab qilish huquqiga egasiz. Tintuv boshlanishidan oldin aynan qidirilayotgan narsalar ro'yxati sizga o'qib eshittirilishi kerak. Masalan, biz 5000 akib $3 miqdoridagi soxta pullarni qidiryapmiz yoki kompyuter diskida saqlanayotgan ekstremistik materiallarni qidiryapmiz. Barcha topilgan narsalar protokolga kiritilishi shart va sizga bir nusxasi berilishi lozim. Agar biron bir narsa topilmasa, bu ham protokolga yozilishi kerak. 2. Favqulodda holatlar. Bu yerda qonun istisno qilishga ruxsat beradi. Favqulodda holatlarga quyidagilar kiradi. Jinoyat sodir etilayotgan joyda shaxsni ushlash yoki jinoyat izlarini yashirishga yo'l qo'ymaslik. Masalan, qo'shningizni xonadonida kimnidir urib, pichoqlayotganini aniq eshitdingiz va shoshilinch yordamga muhtoj ekanligini bildingiz. Bunday vaziyatda xodimlar sud ruxsatisiz ham kirishga haqli. Ammo bu juda aniq va isbotlanishi mumkin bo'lgan holat bo'lishi kerak. Masalan, sizning uyingizdan kimdir qochib chiqdi va hozir u yerda yashirinmoqda kabi umumiy gaplar asos bo'la olmaydi. Odamlarning hayoti va sog'lig'iga jiddiy xavf tug'ilganda. Masalan, yong'in sodir bo'lishi, gaz sezib chiqishi yoki uydan yordam so'rab baqirishlar eshitilishi kabi holatlar. Jinoiy faoliyatni to'xtatish. Agar uyingizda jinoiy faoliyat davom etayotgan bo'lsa, masalan, giyohvand moddalar tayyorlash laboratoriyasi yoki odam o'g'irlash joyi. Bunday holatlarda tezkor choralar ko'rish uchun kirishga ruxsat berilishi mumkin. Misol 2. Favqulodda holatda kirish. Kunning yarmida soat Urumdat berita atrofida xuddi yuqoridagi kabi forma kiygan 2 xodim eshigingizni qattiq taqillatadi. Ular eshikni oching. Sizning qo'shningiz bizga sizning uyingizdan yordam so'rab ovozlar eshitilganini aytdi. Ehtimol kimdir xavf ostida deb baqirmoqda. Bunday vaziyatda agar haqiqatan ham ichkarida kimdir yordamga muhtoj bo'lsa, eshikni ochish tavsiya etiladi. Agar ichkarida hech qanday g'ayrioddiy holat bo'lmasa va siz buni isbotlay olsangiz, ularning bunday kirishi noqonuniy deb topilishi mumkin. Ammo xavf bor degan shubha mavjud bo'lsa va bu shubha asosli bo'lsa, masalan, bola yig'isi yordam so'rab baqiriqlar, xodimlar kirishga haqli bo'ladi. Har doim eshikni to'liq ochishdan oldin ularning barcha hujjatlarini talab qiling. Ular kelishining sababini aniq so'rab oling va imkon bo'lsa, barcha harakatlarni videoga oling. Oddiy chaqiruv. Ko'pincha politsiya xodimlari sizni suhbatga chaqirish
ma'lumot olish yoki biror hujjatni topshirish uchun kelishadi. Asr misol oddiy chaqiruv. Kechki soat 19:00 eshigingizni oddiygina taqillatishdi. Forma kiygan bir nafar inspektor assalomu alaykum. Men mahalla profilaktika inspektori Dilshodovman. Sizni surishtiruvga chaqiruv qog'ozi bilan kelgandim. Mahalladoshingizning arizasi bor edi dedi. Bunday vaziyatda siz eshikni ochishga majbur emassiz. Siz ulardan eshikdan turib gapirishlarini, chaqiruv qog'ozini eshik tirqishdan uzatishlarini talab qilishingiz mumkin. Siz huquqiy maslahat olish yoki advokat bilan bog'lanish uchun vaqt so'rashingiz mumkin. Chaqiruv qog'ozida ko'rsatilgan sanada belgilangan joyga advokatingiz bilan borishingiz mumkin. Esda tuting. Shunchaki kelib gaplashib ketish degan so'zlar sizning uy daxlsizligingizni buzishga asos bo'la olmaydi. Agar ular sizni qo'rqitishga yoki bosib o'tkazishga harakat qilsalar, darhol advokatingizga yoki ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling. Asosiy qism 2. Qoidalar, istisnolari, tuzoqlar va noaniq nuanslar qonunlar qanchalik aniq yozilgan bo'lmasin, amaliyotda har doim ham sodda bo'lmaydi. Ba'zi xodimlar fuqarolarning huquqiy savodxonligidan foydalanib, o'z vakolatlarini oshirib yuborishga urinishlari mumkin. 1. Ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun va uning o'rni. Bu qonun ichki ishlar organlari xodimlarining vakolatlarini belgilaydi. Ushbu qonunning 16-moddasida iyi xodimlarning turar joylarga kirish huquqlari belgilangan. Ammo bu konstitutsiya va jinoyat protsessual kodeksidagi umumiy qoidalarga zid kelmasligi kerak. Asosiy tamoyil har doim sudning ruxsati yoki JKning 237-moddasida uy joyga g'ayriqonuniy kirish nazarda tutilgan favqulodda holatlar bo'lib qolaveradi. Afsuski, ba'zi xodimlar bu qonundagi ayrim bandlarni noto'g'ri talqin qilib, fuqarolarning uyiga asossiz kirishga urinishlari mumkin. Har doim aniq qonuniy asosni talab qiling. 2. Ruxsatsiz kirish nima? Kuch ishlatish holatlari. Agar xodimlar yuqorida aytilgan sud qarorisiz yoki favqulodda holatlarsiz uyingizga kirishga harakat qilsalar, bu noqonuniy hisoblanadi. Agar ular eshikni sindirishga, oynani buzishga urinishsa, bu o'zboshimchalik bilan uy joyga kirish jinoyati deb baholanishi mumkin. Bunday vaziyatda sizning o'zingizni himoya qilish huquqingiz paydo bo'ladi. Ammo bu himoya zaruriy mudofaa doirasidan chiqib ketmasligi kerak. Ya'ni siz ularga nisbatan ortiqcha kuch ishlatishga haqli emassiz. Eng yaxshi variant bu vaziyatni videoga olish, baland ovozda qonunbuzarlik haqida gapirish, qo'shnilarni chaqirish va darhol advokat yoki militsiya ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilishdir. Ular o'z vazifalarini bajarayotganda qonun doirasida harakat qilishlari shart. Videoga olish huquqi. O'zbekiston Respublikasining axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risidagi qonuni har bir fuqaroga ochiq bo'lgan ma'lumotlarni yozib olish huquqini beradi. Huquq tartibot idoralari xodimlari o'z xizmat vazifalarini bajarayotgan vaqtda ularni videoga olish yoki audio so'zni yozib olish taqiqlanmaydi. Bu sizning himoya vositangizdir. Agar xodimlar sizdan videoga olishni to'xtatishni talab qilsalar, buni qilishga majbur emassiz. Agar bu holat davlat sirlari yoki shaxsiy ma'lumotlarning tarqalishiga olib kelmayotgan bo'lsa, videoga olish sizning keyingi shikoyatlaringiz uchun muhim dalil bo'lishi mumkin. Hatto xodimlar sizdan videoga olmaslikni talab qilsalar ham, baribir imkon qadar barcha jarayonni yashirincha bo'lsa ham yozib olishga harakat qiling. 4. Guvoh sifatida olib ketish. Ba'zan xodimlar eshik oldida sizni guvoh sifatida olib ketishimiz kerak, 5 daqiqa borib kelamiz deb turib olishadi. Guvoh sifatida faqatgina chaqiruv qog'ozi orqali yoki jinoyat joyida bevosita sodir bo'lgan voqeaning guvohi bo'lsangizgina olib ketishlari mumkin. Lekin sizni uyingizdan majburlab guvohlikka olib ketishga haqlari yo'q. Guvoh chaqirilgan joyga o'zi borishi kerak. Agarda sizni majburan olib ketishga harakat qilsalar, bu hibsga olish hisoblanadi va buning uchun ham qonuniy asoslar, masalan, hibsga olish to'g'risidagi sud qarori bo'lishi shart. Agar sizni guvoh sifatida olib ketishga urinishsa, darhol advokat chaqiring va o'zingizning huquqlaringizni biling. 5. Ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish bahonasi. Ba'zan ayniqsa mahalliy xodimlar sizning uyingizga kirish uchun ma'muriy huquqbuzarlik bo'yicha hujjat rasmiylashtirishimiz kerak degan bahonadan foydalanishlari mumkin. Ma'muriy huquqbuzarliklar, masalan, jamoat joyida bezorilik, mayda o'g'rilik uchun odatda turar joyga kirishga ruxsat beruvchi sud qarori talab qilinmaydi. Faqatgina ma'muriy bayonnoma tuzish kifoya. Ammo ma'muriy bayonnomani sizning uyingizga kirib tuzishga majbur emaslar. Sizdan tashqarida
eshik oldida hujjatlarni ko'rsatish va bayonnomani rasmiylashtirishni talab qilish huquqingiz bor. Agar siz ma'muriy huquqbuzarlik sodir etmagan bo'lsangiz, bayonnomaga qoidabuzarlikni tan olmayman deb yozib imzo qo'yishingiz kerak. 6. Advokatning roli va uning huquqlari. Advokat bu sizning himoyachingiz va qonuniy vakilingiz. Sizning uyingizga huquq tartibot idoralari kelgan paytda darhol advokatga qo'ng'iroq qilish huquqingiz bor. Advokat sizning uyingizga kirishi va jarayonda ishtirok etishi mumkin. U sizning huquqlaringiz himoyasini ta'minlaydi. Xodimlarning harakatlarining qonuniyligini nazorat qiladi va sizga qanday hujjatlarni imzolash kerakligi yoki nima deyish kerakligi haqida maslahat beradi. Advokatning mavjudligi ko'pincha xodimlarni qonun doirasida harakat qilishga majbur qiladi. Advokatning kelishini kutish huquqingiz bor va ular bunga to'sqinlik qilishga haqli emaslar. Advokatga ega bo'lish har bir fuqaroning kafolatlangan huquqidir. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerakligi bo'yicha aniq qadamlar shunday qilib politsiya eshigingizga kelganda. Tartib intizomni saqlash va hissiyotlarga berilmaslik juda muhim. Mana siz bajarishingiz kerak bo'lgan aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar. Bir eshik taqillatilganda birinchi 5 daqiqa ichida sarosimaga tushmang. Astash eng birinchi va eng muhim qoida bu tinchlikni saqlash. Xotirjam bo'ling, chuqur nafas oling. O'zingizni yo'qotmaslikka harakat qiling. Astash kimligini aniqlang. Eshik orqali yoki ko'z tirqishidan kim kelganini aniqlang. Agar ular forma kiygan bo'lsa, ulardan o'zlarini tanishtirishlarini, kim ekanliklarini va qaysi bo'limdan ekanliklarini baland ovozda so'rang. Ulardan xizmat guvohnomalarini eshik tirqishidan ko'rsatishni talab qiling. Guvohnomadagi ism, familiya, lavozim, unvon va bo'lim nomini eslab qoling yoki yozib oling. Kelish sababini so'rang. Nima maqsadda keldingiz? Nima sababdan mening uyimga keldingiz? Sizda sud qarori bormi? Kabi aniq savollarni bering. Ular sizga kelish sababini aniq tushuntirishlari shart. Eshikni darhol ochmang. Sud qarorisiz yoki aniq favqulodda vaziyat isbotlanmaguncha eshikni ochishga shoshilmang. Bu sizning uy daxlsizligingizni himoya qilishdagi birinchi qadamdir. 2. Advokatga qo'ng'iroq qiling. Bu sizning eng muhim harakatingiz bo'lishi kerak. Advokatingizning telefon raqamini doimo tezkor aloqa ro'yxatingizda saqlang. Agar advokatingiz bo'lmasa, do'stlaringiz yoki yaqinlaringizdan tajribali advokat topishda yordam berishini so'rang. Advokatga qo'ng'iroq qiling va vaziyatni qisqacha tushuntiring. Advokat kelguniga qadar hech qanday hujjatni imzolamang va eshikni ochmaslikka harakat qiling. Agar mutlaq qonuniy asoslar bo'lmasa, advokatning kelishini talab qilish huquqingiz bor. O't hujjatlarini talab qiling va o'qing. Agar ular sudning tintuv o'tkazish haqidagi qarori yoki prokurorning sanksiyasi bilan kelgan bo'lsalar, ushbu hujjatni eshik tirqishdan o'qib berishlarini yoki ko'rsatishlarini talab qiling. Hujjatda quyidagilar aniq ko'rsatilganligiga ishonch hosil qiling. Sizning manzilingiz, jinoyat ishi raqami, JK moddasi, tintuv maqsadi, sudya yoki prokurorning familiyasi va imzo. Agar biror ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, buni darhol qayd eting. Muddatiga ham e'tibor bering. Ba'zi qarorlar cheklangan muddatga beriladi. Videoga oling va ovozni yozib oling. Mobil telefoningizni qo'lingizga oling va barcha jarayonni videoga olishni boshlang. Eshik orqali yoki tirqishdan ularning harakatlarini, dialoglarini yozib oling. Bu sizning isbotingiz bo'ladi. Agar ular videoga olishni to'xtatishni talab qilsalar, bu mening qonuniy huquqim va men buni bajarishga majbur emasman deb ayting. Agar ular telefoningizni tortib olishga harakat qilsalar, qattiq qarshilik ko'rsating va ovozli tarzda ularning noqonuniy harakatlarini qayd eting. Telefoningizda avtomatik ravishda bulutli xotiraga Google Photos, iCloud Drive kabi zaxira nusxasini saqlash funksiyasini yoqib qo'ying. Bu telefoningiz musodara qilingan taqdirda ham dalillarni yo'qotmaslikka yordam beradi. 5. Oilangizni va yaqinlaringizni xabardor qiling. Imkon qadar tezroq oila a'zolaringiz, do'stlaringiz yoki ishonchli shaxslarga nima bo'layotgani haqida xabar bering. Ularga manzilingizni va vaziyatning qisqacha tavsifini yuboring. Ular advokat topishda yordam berishlari yoki voqea joyiga kelishlari mumkin. 6. Tintuv jarayonida agar eshikni ochishga majbur bo'lsangiz, asl guvohlarni talab qiling. Tintuv jarayoni kamida 2 nafar xolis guvoh yoki hozirgi qonunchilikda xolislar ishtirokisiz o'tkazilmasligi kerak. Bu guvohlar sizning oila a'zolaringiz yoki ular bilan bog'liq bo'lmagan shaxslar bo'lishi kerak. Agar ular guvohlarsiz boshlashga harakat qilsalar, bunga qat'iyan norozilik bildiring.
har bir qadamni kuzating, xodimlarning har bir harakatini diqqat bilan kuzatib boring. Nimani qayerdan olganliklarini, nimani tekshirganliklarini kuzating. Agar ular biror narsani o'zlari bilan olib kelib, uni sizning uyingizda topgandek ko'rsatishga harakat qilsalar, bunga qat'iyan norozilik bildiring va bu faktni protokolga yozishni talab qiling. Protokol talab qiling. Barcha qidiruv va o'lib qo'yish jarayonlari protokolga kiritilishi shart. Protokolda topilgan barcha narsalar aniq ro'yxatga olinishi kerak. Agar biror narsa topilmasa ham bu ham protokolga kiritilishi kerak. Protokolning bir nusxasi sizga berilishi shart. Hech narsani imzosiz qoldirmang, lekin ehtiyot bo'ling. Protokolni diqqat bilan o'qib chiqing. Agar u yerda siz rozi bo'lmagan ma'lumotlar bo'lsa, imzo qo'yishdan bosh tortmang. Balki men ushbu bandga rozi emasman, chunki deb o'z izohingizni kiriting va keyin imzolang. O'z izohlarim bor deb yozish uchun protokolning oxirgi qismida joy ajratilgan bo'lishi kerak. Agar joy bo'lmasa, qo'shimcha varaq talab qiling. Hech qachon o'zingiz o'qimagan yoki tushunmagan hujjatlarga imzo qo'ymang. Keyin o'qib beramiz yoki bu oddiygina qog'oz degan gaplarga ishonmang. Taqdirni qabul qilishdan ko'ra kurashish. Agar sizning huquqlaringiz buzilgan bo'lsa, yuqori turuvchi organlarga shikoyat qilishdan qo'rqmang. Prokuraturaga, Ichki ishlar vazirligining o'z xavfsizlik bo'limiga, Oliy sudga yoki inson huquqlari bo'yicha vakil, ombudsmanga murojaat qiling. Barcha dalillarni, video yozuvlar, fotosuratlar, hujjatlar nusxalari to'plang va shikoyatga ilova qiling. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi videoda biz juda muhim va hayotiy mavzu haqida so'z yuritdik. Politsiya eshigingizga kelganda qanday harakat qilish kerakligi, o'z huquqlaringizni qanday himoya qilish kerakligi haqidagi bilimlarni o'rganib chiqdik. Esingizda tuting. Qonuniy savodxonlik bu sizning eng katta himoyangizdir. O'z huquqlaringizni bilish va ularni himoya qila olish kutilmagan vaziyatlarda o'zingizni xotirjam va ishonchli his qilishingizga yordam beradi. Hech qachon o'zingizni yolg'iz his qilmang. Agar shunday vaziyatga tushib qolsangiz, bilimlaringizga tayanib xotirjam harakat qiling. Bu ma'lumotlar har bir oila a'zosi tomonidan bilish kerak bo'lgan oltin qoidalar to'plami. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni, tajribalaringizni yoki savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlarga ham yordam berishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz kelajakda ham shu kabi hayotiy va muhim mavzularni ko'tarishda davom etamiz. Xayr, salomat bo'ling.